Allohga oson. Biz o'ylaymiz bo'larmikin? Yo'q, bo'ladi. Ixlosingizga yarasha bu. Shuning uchun hammanglar hissiylar bor. Alloh taolo hissiylarga yarasha bundan ziyoda ajrlarni bersin. Amin. Va bu birinchisi, lekin oxirgisi bo'lmasin. Mayli, Angliyadanmi, Toshkentdanmi, O'zbekistondan kerak bo'lishi inshaalloh sizlar bilan. Amin. Uchun bizni haqqimizga g'oyibona hozir duo qilinglar demaymiz. Shu qalbinglardan o'tkazib qo'ysanglar bo'ldi. Biz eson-omon yurtga qaytaylik. Yana shu xalqimizga diniy yo'lda Alloh taolo bizga xizmat qilish nasib etsin. Yaxshi kuninglarda, xursandchiliginglarda ko'rishib olamiz. Qora kampda duo qilsalar bizga bo'ladi. Bizlardan ham agar ozgina kamchiliklar o'tgan bo'lsa, rozi bo'lasiz. Domla, bitta narsa, endi bizlarning salomlarimizni shayxga yetkazib qo'yasiz. Taqsirga men taqsir Biz juda xursand bo'ldik. Bunaqasi bo'lgani yo'q. Alloh rozi bo'lsin. Shunaqangi Davomiy bo'lsin davom inshaalloh. bo'lsin, davomiy bo'lsin. o'sha haligi Qadr kechasidagi Qadr kechasi kunimidimi? Bunaqa qildik-ku, fundraising. O'sha kuni men muftiy bilan gaplashdim. Aha. Muftiy nihoyatda xursand bo'ldi. Aytdim, sizning kitoblaringiz qimmat-qimmatga sotilindi. Sababi shu masjid qurilishiga dedim, xursand bo'lib ketdilar. Meni ham hissam qo'shilib qolibdi dedilar. Aytdim, "Men siz o'zingiz bo'lmasangiz ham sizni hissangiz qo'shilib qoldi." Dedim, xursand bo'lib hammaga salom aytdim. Salomat bo'lsin. Shuning uchun qora akam duo qilib bersalar, bizga qora akamga sizga chicha boradi. O'shanga biz omonat o'laroq yaxshi yomon gaplarga rozi bo'linglar. Biz xursand bo'ldik bizga qilgan xizmatinglardan. Ziyodasi bilan qildinglar. Biz bunchalik kutmagandik. Chunki hali sizlarda birinchisi degandek, lekin sizlar juda ajoyib ibodatda ham, mehmondorchilikda ham ziyodasi bilan qildinglar. Baraka toping. Rahmat. Avlodinglardan solihlarni chiqarsin. Amin. Orlarni chiqarsin. Allohga oson. Dinimizga nusrat bo'ladigan, xalqimizga shu ko'zga quvonch bo'ladigan zurriyotlarni Alloh sizlarga. Amin. Yo'q, hop sizlar. Endi bunday qilmasinlar. Amin deb turamiz. Bismillah. Alhamdulillahillazi at'amana va saqana va ja'alna minal muslimin. Allohumma barik lahum fima razaqtahum wa qil lahum irhamhum. Ya Rabbi, o'zingga shukrlar bo'lsin. Biz shu qadar ne'matlaringni ko'rdik, shu qadar ne'matlaringga ega bo'ldik. Buni shukrni qilishni bizga ato qil. Bu qorako'z vatandoshlarimiz shu yerda oila bola chaqasi bilan xizmat qilyapti, o'qiyapti, ishlayapti. Alloh bularning kasblariga, korlariga baraka bersin. Amin. Hifzi himoyangga asrasin. Amin. Dardlari, g'amlari, iymonlarini sobit turishi, iymonni mustahkam turish, zurriyotlarni ham kelajakda o'zlari kabi ibodatda bo'lish. Alloh o'zing bularning yo'lini oson qil. Amin. Zurriyotlarni o'zlaridan da taqvoda, ibodatda peshqadam qil. Amin. Yanagi Ramazonlarga o'zlari quradigan masjidlarda jamoat bo'lib namozlar o'qib, suhbatlar qilishlikka Amin. bizni safarimizni bexatar qilgan. Eson-omon qaytib, yana bir-birimiz bilan yaxshi kunlarda ko'rishlikka o'zini muvaffaq qilsin. Zamon yozib, bizni xursand qilib taom pishirgan, bu dunyolarni tikkan azizlarimizniki dunyo saodatiga erishsin. Amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. Alloh rahmat sizlarga.